Nada aka, mers bo'yicha qilganmidingiz? Ha, gaplashyotgandim. Ya, pishmadi savdo aka. Xo'p, agar yoqqan bo'lsa, zaklab tashlang aka. Faqat tez tashlang aka, chunki ko'rgani kelayotganlar bor-da, sotilib ketishi mumkin mashina. Ha, bo'ldi. Mana shu numar Telegram bormi? Hozir men tashib yuboraman aka kartani. Bo'ldi. $200 aka. Ha, yo'q, $200 zaklab. Keyin bemalol kelib ko'raverasiz. Xo'p. Voy, yana bitta ilindi. Hay, boshqa gapdi. Tanishing, bu haqiqiy mashinik. Zo'r. Hozir kartani tashib olamiz. Hormen, assalomu alaykum. Aka, yaxshimiz? Boya siz bilan gaplashuvmidik? Nima masala bo'yicha, aka? Mashina masalasi bo'yicha zaloglarni ham tashlaverdik-ku. Zaklat bo'yicha hech kimdan gaplashmadim men, aka. Ay, nima deyapsiz? Aka, mana 23 sizni nomeringizmi? Yo'q, adashoz bu meniki emas bu, aka. Voy kallamush. Topsam yoraman, bor-ku. Oğlum, kaçachilar bo'ladi. Mashinani bildirsa. Endi mashinaga o'tibdi-da. Odamlarga hayronsan. Aka, tez pulni tashlang, boshqasi sotilib ketadi. Bilasiz, aka, zaklab tushadi, sira sotilib ketadi. Ha, 300 aka, karta tashiyman hozir. Bo'ldi. Rahmat, qol. Yes, yana bittasi ilindi. Va, to'g'ri пропущенныйlarga qilib chiqaymi, ha? Orada nechtasi qilib tashabdi? Mashina nomeri egasini topish kerak. Kartasi bor, ism familiyasi bor. Mashina olishim kerak edi. Zaklab tashlang deyurdi, tashlavdim. Nomeri ham o'chu uxlatib yubordi. Xullas topishib yuboring yoki shu odam, iltimos. Uxlatib yubordi-da, shuncha yiqqan pulim. Ha, aka, boshqa bilinida ko'rdim bu mashinani. Borsam egasi umuman boshqa bo'lib chiqdi. Iltimos, mashinaga поддержка qilib yuboring. Bo'ldi, yes. Men o'zi kimdan alamni olishni bilmay yurdim. Topaman seni. Topa olmaysan. Qidirgandan to'lqam yo'q. Topildimi aka? Tashlang aka, adresini tashlang. Rasmi bo'lsa rasmini ham tashlang iltimos. Rahmat aka. Sanmisan siqit. Qo'lga tushding-ku. Yoraman endi seni. Ha, aka, mashinani sotib qo'ymadim. Zaklab tashlasangiz, olib qo'yaman. Zaklab tashlang, mashinani sotmayman. Birovni haqqini yeyish shunaqa bo'ladi. Senga bu ham kam.